Hossalar bilan sinab ko'ramiz. Ketdim. Ishqilib yigitim qizlar ilib ketib qolmaydimi? Joyini kesib tashinglar faqat. Bir oyda tashqi ko'rinishingizga nechta расход qilasiz? Pulingiz yetmaydi, so'ramay qo'yavering. Я не зарабатываю, но трачу много достаточно. 1,5. Даже undan ham ko'p ketsa kerak. 500,000 dollar bo'lsa kerak. Erkak kishiga qanaqadir sovg'a bergansiz? Sovg'a bermayman. Ular berishadi. Это было достаточно давно. Какой-то аромат от Armani. Odamgilarga Chanel Blue bermadi hech kimga. Erkaklarning atiri. Bitta baholangchi shuni. Men xuddi unaqa nima qo'shib qo'ygansizlar bunga? Ого, мне нравится. Vau. Arziydimi kimgadir sovg'a qilishga? Arziydi. Nech pul baholagan bo'lardingiz? 200-300 dollar bo'lsa kerak. От 500 долларов. 200 bormi? 200 dollar. 300-400 dollar bo'lsa sotib ola olaman bemalol. Partnyoringizdan shunaqa hid kelib turishini xohlaymi deysiz? Ilinib qizlarga deyin. Sevgan insonim yo'q-da. Bunaqa atiri tanlaydigan odamni didi bo'lish kerak. Ayol kishiga yoqadigan hidmi? Prям yoqadi. Prям точкasiga uradi. Я прям оторваться не могу. Rasmlarga ham gap yo'q. Faqat ehtiyot bo'linglar qizlar. Toshli yigitinglarni yo eringlarni topolmay qolasizlar. Feromon effektini ko'rdinglar. Bonusiga 5 ta original atirni qo'shib beramiz. Sotib olish uchun pastdagi silka orqali ro'yxatdan o'tinglar. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab bepul.